Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men har biringlarning yangi yilni yaxshi boshlagan bo'lishinglarni, shundaqla bu yilning hammamiz uchun xayrli bir yil bo'lishini chin dilimdan tilayman. Ayollar haqidagi tema hamma odam qiziqadigan muhim temalarning biri. Jumladan Uyg'ur qahramon ayollar haqidagi tema. Ya'ni tarixda o'tgan Uyg'ur qahramon ayollarining ish izlari, hayot sarguzashtlarini bilish, shundaqla farzandlarimizga bildirish nihoyatda muhim ish. Shunga men 2022-yildagi tunji qitimliq bu kitap o'qish programmamizga Mamtimin Hoshur povestlaridan tanlanma nomli bu kitapga kirgizilgan Nozugum haqidagi povestni o'qib berishni planladim. Asar sal uzun bo'lg'achqa bir necha bo'limga bo'lib o'qiymiz. Xo'sh, boshladim. Nozugum. Birinchi bob. Tuman suyi qon bo'lib oqdi. Tuman daryo nari tortdi, suv o'rnida qonlar oqdi. Shohid bo'lib shu tarixqa minglab nozuk nazmi qatdi. Xalq dastoni Nozugumdan. Miladi 1827-yili Çin lashkarlari Tuman daryosining Qashqar shahri tarafidagi qirg'iqini xon Beyjingdan avatgan zambiraklari bilan 3 kundan beri qattiq to'pqa tutmoqda edi. Bugun kecha tun yerimdan boshlab chiqqan bo'ron qum to'plarni uchirtib kelib ko'z ochqizmadi. Tong yo'rishi bilan Çin lashkarlari daryodan nihoyatda umushli o'tib ketdi. Xo'jalar bu kechadagi bo'ronliq tun qorong'usini g'animat bilib, o'z askarlarini elib aradan qochgan edi. Daryoning bu qirg'oqida faqat uy makonlarini yovdan qo'g'dash uchun otlanib chiqqan xalq, suvchilar, o'tinchilar, kasblar, kichik elib satarlar, Qashqar madrasasining yosh toliblari, shahar atrofidagi yezlardan yig'ilgan dehqonlarla qilib qolgan edi. Qo'lida tosh to'qmoq, or gurjakdan boshqa hech nima bo'lmagan bu puhrolar bilan to'liq qurollangan Çin lashkarlari o'tirsida qattiq jang boshlandi. Çin xandonligining otliq lashkarlari 3 tarafdan shiddatli bostirib keldi. Xalq daryo bilan shahar joylashgan egiz yor o'tirsidagi bo'shliqqa qisilib qoldi. Hech kimga qechib qutulish imkoniyati yo'q edi. O'limning dahshatli ko'lankisi hammaning ustiga yeyilib kelmoqda edi. Bu shundoq jang bo'ldiki, odamlar baribir o'lim, bir dushmanni bo'lsa-mu o'shiqroq o'ltirib, mardona yiqilish kerak degan qarorga kelishib, dushmanga qarshi qahri bilan tashlandi. Dushman otlarining ochiq kishnashlari, havoni kesib o'tgan qilichlarning volildoshlari, tosh tegib otdan g'ulab tushib otgan lashkarlarning faryodi, qilich tekkan dehqonning yog'iga qadalgan ko'zi, "Ya Xudo, madad qil!" deb to'p ichida urilib, so'qilib olg'a ketib atgan oqsoqol odamning ruslangan gavdasi, yiqilgan dushmanning qo'lidagi qilichni yulib olib, uning etiga irg'ib menivatgan yosh yigitning nurliq chiroyi, to'p ichidan chulburini so'rab chiqib qechib atgan egisiz otlar. Bularning hammasi kishining ko'z oldidan dammo-dam o'tib turadi. Bu ajoyib jang manzarasini to'liq tasvirlashga mening qalamim ojizlik qiladi. Kimiki haqiqiy rassom bo'lsa, qahramonlarning andesini mana mushu yerdan olsin. Kimiki Çin shoiri bo'lsa, kuchliklarga qarshi turishga jur'at qilgan ashu kuchsizlar sha'niga doston tuzsin. Kimiki haqiqiy qalamkash bo'lsa, qurollangan yovga qarshi shirdak etilgan bu oddiy xalqning
jasoratini yesib qoldirsin. Çin lashkarlarining qo'mondoni qarshi qirg'oqqa o'tgan lashkarlarning yiqilishiga qarab kuchlik dushman bilan elishyapman deb o'ylab qoldi. U o'z qo'shinining hammasini orqa-orqadan daryodan o'tkazib bu jangga tashildi. Birozdan keyin bu qo'mondon maslahatchilarini agashtirib, neraroqdagi do'nglikning ustiga chiqib, uzun do'rbun bilan jang maydonini kuzatganda boshqacha ahvolni bayqab qoldi. Minglagan otliq lashkarlarning o'ttirsida qo'shilib turganlar u o'ylagandek muntazam qurollangan qo'shin bo'lmasdan qo'llariga tayoq to'qmoq tutgan oddiy puhrolar edi. Qo'mondon ochiq ko'ldida lashkar boshliqlariga qarshilik qilganlarini rahim qilmay qirib tashlash, ko'plarini tirik asir qilish buyrug'ini tushirdi. Tuman daryosi. Shu kuni senda suv emas, qip-qizil qop oqdi. Shu kuni sen kimlarning el uchun o'limga mardona borganligini, kimlarning xalqni yirtqushlar changaliga tashlab, xotirjamlik izlab, xoinlarcha qochqanligini ko'rdim. Oxirgi minutda tuman bo'yida qolganlar, gapni cho'ng qilgan g'ujamlar, soxta niqobdagi har xil zotlar emas, balki oddiy xalq bo'ldi. Çin qahramon faqat haqiqiy jang kunida sinaladi. Tarixning o'tmishi, hoziri, kelgusimi ana shunday bo'ladi. Ikkinchi bob. Çin lashkarlari shaharda. Sen yılanmı, kimni ko'rsang chaqsan aylab azab? Ya o'qishmi, nega qo'nsang ushbu joy bo'lg'ay qarab. Saidi. Çin lashkarlari tushga yaqin Qashqar shahri ichiga bostirib kirdi. Qariqi darvoza tarafdan ko'tarilgan o't qizil tili bilan osmonni yalaydi. Lashkarlar ko'chada uchirgan har qanday jonni otga chaylatib, qilish bilan chepib tashildi. Bütün shaharni norozillarning yig'izlari, sarosimiga tushgan xaloyiqning qalaymaqan qaytishlari, g'oljirlashgan lashkarlarning qiqos cho'qonlari qopladi. Mazarlarning hayvatli gumbazlari pocha qilinib, masjid, madrasalarning osmonga so'zilgan munorlari g'ulab tushdi. Shaharning istutakka qoplangan osmonida yuzlagan kaptarlar o'zlarining ilgariki tinch makonini izlab sarson bo'lib agishadi. Qator ketgan rastlar boylarning savdo saroylari talon-taroj qilindi. Bu dahshatli bulang-talon va qirg'inchilik 3 kun davom qildi. Çin amaldorlari o'z lashkarlarini Qashqar shahridagi mashhur cho'ng bog'lardan biri bo'lgan Gulbaqqa o'rinlashtirgan edi. 4-chi kuni atiganda bu bog'ning hashamatli cho'ng darvozasi ochilib, oldi bilan 2dan sap tuzishgan 12 kerat dumbaqchilar daqudumboqchilib chiqishdi. Ulardan 20 qadam orqasida Çin xandonligining bayrog'ini ko'targan otliq lashkarlar ko'rindi. Bayroqdan yana 20 qadamcha nerida 5dan sap bo'lib tizilgan qo'shin chiqib kelmoqda edi. Bu Çin amaldorlarining Qashqar shahrining elinganligi sharafiga o'tkaziladigan g'alaba namoyishining boshlanishi edi. Qo'shinning oldi tarafida Beijing xalqi avatgan seriq kiyimlik otliq lashkarlar mong'an bo'lib, eng oldidagi egiz to'ruq ot ustida oqsoqolliq qeri general keladi. Uni lashkarlar Bayxuza Yangdarin deyishadi.
Qashqar qo'zg'olonini bostirish uchun Ili Jangjuni tarafidan avatilgan lashkarlar bo'lsa, oddiy ko'k matodan kiyim kiygan bo'lib, xonliq lashkarlarining orqasida ularning otlari to'zitgan to'pchanglarga ko'milib, piyoda tartibsiz so'rilib keladi. Ili lashkarlarining qo'mondoni Chingu tuman bo'yidagi jangda jenidan ayrilgan edi. Qo'shin darvoza oldida to'xtab, o'lgan bu lashkar beshining qoraligi uchun 9 pay po atqandan keyin shahar ichiga qarab menib ketdi. Chin qo'shini shu tariqada menib shaharning cho'ng ko'chalarini aylanishga boshladi. Aholining hammasi uylariga bekingan. Ba'zida egisiz itlar ko'chani to'g'ri kesib o'tib qoladi. Yo'l ustilarida buzilgan imoratlarning yog'och tashlari chechilib yotadi. Yo'l yaqinlarida so'ndirilgan eshiklar, bulab quruqdab qo'yilgan do'konlar, kuyib kulga aylangan rastalar, tashlanib qolgan dehqon harbilari, o'lgan otlarning ishtiyab yalang'ochlanib qolgan so'ngaklari ko'zga cheliqadi. Yangdarin at ustida xiyolga ketib boradi. Uzun cho'l yo'llarini besib kelib qilgan bu urush uni xo'p charchatqa dedi. Yangdarinning butun umri degudek Chin xandonligi uchun har qaysi joylardagi to'polonlarni tinjitib berish bilan o'tdi. Uning uzun soqollari ana shu yurishlar jarayonida oqardi. U o'z lashkarlari bilan Janubiy Jungodagi bambuksarliklarda bo'ldi. Qancha yillab Gansuning seriq, to'piliq idirlarda at chaptirib yurdi. Necha yil to'p-to'p qotazlar yaylaydigan Tibet tog'larida tamtirab yurdi. Bu yurishlarda uning ostidagi at qancha qitim yangushlandi. Ajal qancha qitimlab uning tumshiqi oldiga kelib, yana qaytib ketdi. Shu ishlarni o'ylasa, Yangdarin o'zini 1-2 asr umr ko'rganda his qiladi. U oxirgi yillarda shuni tushunib yetdiki, Puhraning xandonlikqa qarshi qo'zg'alishlarini bostirib tugatgili bo'lmaydi ekan. Bu g'ovg'alar o'chmas ushqundek heli bu yerda yansa, heli u yerda yolqinjaydi. Yangdarin bu qitimqi jazo yurishining oxirgi yurish bo'lib qolishini xohlaydi. U qiyragan, harg'an, zerikkan edi. Uning bu qitimqi plani Qashqar to'polonchilarining boshlig'ini tirik tutib Beijingga apirib, xondan cho'ngroq in'om ilib, umrining oxirgi kunlarini poytaxtdagi hashamatli bog'larda huzur, halovat bilan o'tkazish edi. Afsuski, tuman bo'yidagi jangda u to'polonchilarning boshlig'ini qochirib qo'ydi. Yangdarin Ili lashkarlarining boshlig'i Chingoning agar bu shaharning sepili ichiga kirib olsam, odamlarning birini qo'ymay qirib tashlayman degan so'zini asladi. Chingo bu urushda tartgan ziyonlarga chidamay, alamda shundoq degan edi. Xalqning shahar elinsa, lashkarlarning yerimi shu joyda qoldirilsin degan buyrug'i bor. Ahmaq Chingo, agar shahardagi butun odam qirib tashlansa, necha minglagan lashkarlarni kim boqadi? Chingo o'zimi shahar sepili ichiga qadam besishga ulgura olmadi. Tuman bo'yidagi jangda Qobul To'mirchi uni otdan so'rab tushib, cho'yin to'qmoq bilan uning beshini yanchib tashladi. Yangdarin Hitkoh maydoniga yetib kelib, otdan tushdi. Bu yerda uni shaharning ulug'laridan 2 kishi boshlarini sang'ilitib, qo'l qo'shtirib kutib turadi. Bularning ichidagi pakar bo'yliq, qora soqolliq kelgan kishi Sidiq Xo'ja bo'lib, u bu qitim Chin lashkarlarga yo'l boshlab kelgan edi. Egiz bo'yliq, oq yuzlik, qiyraroq kelgan ikkinchi kishi Abdurashid Damulla deb ataladi. U Qashqar xalqi ichida yuksak obro'ga ega bir zot bo'lib, boylar, xo'jalar, mo'tivarlar o'z jinini daldiga elib, har tarafga pitirab ketishgan shu kunlarda u xalq ichida qolgan edi. U kishini lashkarlar buyruqqa binoan tunugin kechidan beri izlab aran tepib kelishgan edi.
Яңдарын Хейтках мәсчидінің алдыдaki егес сұпаға чықты. Жаманың ішчеге ысылған yoğan қазалларда порықлап көш қайнап атады. Чарсылдап, құруқ отын көйіп атқан очақларының алдыда ашпәзлер алдыраш еді. Аваны пішқан көш вә дағланған май пұрықы қаплаған болып, бұ ерді яңдарынға алахиде зияпет тәйярланмақты еді. Ой, қене хеліқи адамларыны бұяқы келтіріңла. Төвенді тұрған хеліқи ішкі кіші дарынның алдыға келтірілді. Улар қорқынш білен бір-біріге қарап қойды да, дарын тұрған сұпының алдыға келіп, бұ өкімдарының ағыздың қандақ дәкшәтлік кеп чықар кейін дәп башларыны егіп, қолақларыны даң тұтып тұрышты. Шіккенладың, қайсыңның мәртебесі чоң, деп сорды яңдарын. Сыды Ходжа Абдырыш Дамолламны ноқып, алдығы чықшқы шәрәт қылды. Абдырыш Дамоллам үн чықмай, алдығы бір қадам елгерлеп чықты. Шәһәр халқыға менің бойрықымны еткөз. Улар өйлерден чықып, іш оқатларыны қылышсын. Кеме ки бұзықларға әгішіп, ханға қаршы тұрады екен. Коллысы елініп, шәһәр дарбасы қисылыды. Хоп, деп башлаңшты Дамолла. Уларға ет, улар әр айда өзгі түшкен алман селіқні толық бәжа қылып, ләшкерлеріні бақыды. Хоп, уларға яны шыны мұқтырып қой. Біздің ләшкер башлықларымыз хотын, балы чақыларыны Ирақ ерлерді ташлап, сілерінің амаллықынларыны қоғдаш үшін бұл ерге етіп келді. Көпіншісі ұзақ елларғыча бұл ерді болуды. Оларының қайсы бірі өйлінішіні қалыса, пұқыралар оныңға әң чырайлы қызларыны бәрсін. Мұнда қылышқы болмайды, деді Дамоллам татырып. Немішқы болмайды? Болмайды, дегенден кейін болмайды. Мен мұндақ бойрықны қалыққа еткізелмеймін. Яңдарын ғазаптың тітрәп кетті. Шу тапта еңілген қалықның бір вәкелі оның сөзіні рәт қылап ататты. Дарын қолыны арқысыға сұнып еді, оның кәйнады тұрған 10 мұхаппызатчы ләшкер қылышларыны тәңлі сұғырып елішті. Бір ләшкер өз қылычыны ішкі қоллап, дарынның қолығы тұтқызды. Дарын қолыдеке парқырап тұрған полач қылычыны ерге тірәп тұрып варқырады. Біздің әмәлдарларымыз сілердің қыз алса, зады немі болмақчы? Мана мұндақ болмақчы. Абдырыш Дамоллам қойныдың өткір қанжарыны сұғырып еліп, яңдарынға атты. Дарынның арқысытке бір мұхаппызатчы оны тосып үлгірген еді. Қанжар елік ләшкерінің нәқ пешанысығы санчылып, оны арқаға өріп әтті. Абдырыш Дамоллам ләшкерінің қолыдың ұшып түшкен қылышыны шап қылып алды да, өзінің қарыны еріп ташылды. Бұл ішларының әммісі көз үйіміп açқычылық арлықта болып өтті. Яңдарын қорқыныдың арқаға бір нәчі қадамды açып кетті. Абдырыш Дамоллам Хейтках мәсчидінің сұпыларыны қанғы бояп, шу ерді жан өзді. Бұның қалысыны еліп, шәһәр дәрбасығы исымла, деді командан. Бір жаллат қылычыны ялаңашлығындыча жүгіріп келіп, Дамолламның бешіні кесіп алды да, шәһәр дәрбасы қарап жүгірді. Баятын Абдырыш Дамолламның енады тұрған Сыды Ходжа әмді өзінің тәқдірінің қандақ болышыны біләлмей ғал-ғал тітрәп тұрады. Яңдарын оныңға көз тікші біләлі, о өзіне дарының айғығы ташылды. Бойрықларыны мән өзім еткізей,
Pərmanını icra qılmay, puxranın həddi yox. Hey, mağnınğa bir carçı bilən bir neçə muhafizəçi qoşub beranlar. O, şəhərinin həmmi koçalarını qoymay aylanıb, buyruqni yetküssün. Sıdıq Hoca yenik bir tindide ömüləb qopup, yandarını təzim qıldı. Andın arqısıға bir neçə leşkerini əgəştirib, Heydgah meydadıdın tərəp-tərəpke qarab soğuzluq ketken koçalarının biriga qarab çapdı. Üçüncü bab, Derviş. Dünyadın sen musafirdek yoki yo'lovchidek o'tgin. Muhammed. Üstiga qo'pol to'qilgan kanapraxtdan uzun jandi kiygan. Paxpaygan çaşları beshidagi yirtiq kolasıdan chiqib, yelkileriga tushib turgan divani süpet bir kishi birinchi bo'lib o'z uyining o'ksisida paydo bo'ldi. Quyosh bütün atrofga illiq nur to'kib turadi. Heliqi kishi ko'zlarini quyoshning o'tkir nuridan qochirib, biroz qistida o'g'zidagi g'amsiz uchib yurgan kaptarlarga danchashdi. Al canavarlar, yer yuzidagi odamlarning paylidan sizlarmi och qoldinglar? Bu kishining namrat kulbisi yer ustidagi egizlikda bo'lib, o'g'ziga chiqib qaraganda bütün Qashqar shahridagidek ko'rinib turadi. U kaptarlarga don tashlab bo'lib, xarobilikqa aylangan shaharga ichinish bilan ko'z yugurdi. Sharqning gul toji bo'lgan bu qaynam toshqinliq shahar hozir sukutga cho'kkan bo'lib, faqat Heydgah maydoni tarafdan Çin lashkarlarining qalaymaqan varqirashgan ovozi keladi. Masjid, madrasalarning ko'kda esilib turadigan haybatli gumbazlari, saltanatlik munarlar yiqilgan bo'lib, bu esil imoratlarning ishik, deriza, to'riklariga o'yilgan har xil naqshlar, tam to'rislarga chekilgan nafs gullar, o'zining rangdorligi bilan ko'zni chaqintib turadigan kahishlar, sharq binokorlik san'atining olamga dongliq bu nodir ulgilarining hammasi mushu bir necha kun ichida kuyib, kulga aylangan edi. Tövəndəki tar, uzun koçalar, qatar ketken rəstilər adamsız çöldə ərəb turatdı. Qini bu koçalardaki qaynıgan hayat, elib satarlarının qızğın varqaraşları, müskərçilər bazarıdaki daranlığan bolqa avazları, doğapçılarının hem tatlıq, hem soğuq dəb xeyredar çağırışları, çayxanlardaki şavqulluq söhbətlər, tün yerimideki ravab avazı. Bularının həmmisi qayerga uçdu ki? Can, can, can. Ay xalayıq, anlamadım demenla. Yeni darının buyruqi. Jakarçının koçadan anlanğan bu avazı ögzedeki kişinin xiyalını bölüp etdi. Can, can, can. Xalayıq, yeni darın puhrani keçirim qıldı. Sizlerni öylerimlardan çıkıp iş oqat qilishqa buyurdu. Heliq kishi iraqlab ketib atqan Jakarçının avazıga diqqat bilan quloq saldı da, belini bir tal çegi bilan bağlab o'g'zidan tushib ketdi. Bir azdan keyin u dümbisiga xalt tashlab, qo'llariga sapoyi bilan tayoq tutqunicha shahar ko'chalarida paydo bo'ldi. Xudoning mo'minlari, qo'rqinchoq bandalar, ishiklaringlarni echinglar, menga non beringlar, non. Su ve ozuqliqqa muhtoj ba'zi namratlarning ishik ichib
chiqqanini hesabga olmaganda ko'pincha uylarning ishiki texi ichidan mahkam taqoqliq edi. Chochlari gazgisigacha yeyilib tushgan heliqi kishi uyma-uy yurib ishiklarni qiqib varqiraydi. "Ey qo'rqinchoq bandilar, ishiklarni ichinglar, menga non beringlar, non." Hasan Darvish, mana sana non, bu yerga kelgina. Kichikkina darvoza ustidagi uyning derazasi ochilib, soqolliq bir kishining tatargan chiroyi paydo bo'ldi. U kishi yuqorida turibla Darvishning xalsig'idan tashildi. "Darvish, aytqina, lashkarlar yana odam o'ltirib Sen nimishqa qo'rqmay ko'chaga chiqib varqirab yurasan?" Chivin qo'rg'an yerga qo'nadi. O'lim qo'rqqanga yepishadi. Satirash usta, qo'rqmay uyingdan chiqib, do'koningni och. Xonning lashkarlari hamma odamni o'ltiribsa, ularning qo'rsqini kim boqadi? Darvish sapoyisini sharaqlatib, yana ilgirlab ketdi. "Ey, Xudoning yuraksiz bandalari, ishkanlarni ichinglar." Yo'ldan o'tib ketayotgan otliq ikki lashkar Darvishning yenidan o'tganda hayron bo'lishib to'xtab qoldi. "U nim deb varqirayotdi?" deb so'radi biri yana biridan. "Men nadim bilay u nimalarning tilini. Men uni chepib tashlayman." Maslashkar qo'lini qilishga uzatgan edi. Yenidagi birodari uni to'sdi. "Qo'y, u yana bizning yangdorining buyrug'ini yetkazib yurgan odam bo'lib qolmasin. Yur, ishtigrak ber paraqchayli." Darvish o'ziga yiqilib kelib, qaytib ketgan ajaldan xabarsiz sapoyisini chelib ketib boradi. U buloq beshiga tushib ketadigan tar ko'chalarning biriga agiganda oldiga bir talib bola chiqdi. "Hasan Darvish, seni ustoz chaqiryapti." Bola Darvishni keng bir hovliga boshlab kirdi. Hovlining atrofini aylantirib selingan to'riklik peshayvonlar ostida qator ketgan hujrlar bor edi. Bu mahalle ichidagi kichik madrasalarning biri bo'lib, ilgari bu yer talib bolalarning shavqinliq ovozlari bilan to'lgan bo'ladi. Hozir hovli jimjitlikqa cho'kib, eshiklari ochiq qolgan hujralar g'iribsinib turadi. Bola bilan Darvish hovlini o'ttirsidan kesib o'tib, kichik bir eshik orqali orqadagi boqqa chiqdi. Tam yaqinlariga anar ko'chda tikilgan bu gullik bog'ning eshigi yenidan cho'ng ujmi darxi atrofiga qo'yib soya tashlab turadi. Ujmi ostidagi supa ustiga ko'rpa bilan yostiq tashlangan bo'lib, ko'rpada soqollarini oq arlagan bir kishi yostiqqa yo'nib o'ltiradi. "Assalomu alaykum." "Va alaykum assalom Hasan. Afu qilgan." O'rnimdan tura olmadim. O'tirgan kishi o'rnidan sal qo'zg'alib, Darvishning o'ltirishiga joy ko'rsatdi. Darvish xaltisi bilan qo'lidagi sapoyini ujmi yeniga qo'yib, supining bir burjiga kelib o'ltirdi. "Sog'liqing yo'qmi qandoq? Ko'zlaring o'ltirishib ketibdi Yusuf." Qashqar xalqining beshiga ig'ir kun tushdi. Menga bir qancha kundan beri uyqu yo'q. Men sening ovozingni bu yerda turib angladim. Sen salomat ekansan Hasan. Mening qizimdan xabaring bormi? Qizing nozuk bu jangda ayol emas, er bo'ldi.
Мен оны төмен бойыда от üstüde gördüm. Şundaq bir merdani perzent terbiyeliginiňge opirin. O tirik mi? Tirik. Əfsus, o hazır düşman qolada. Leşkerler tömen boyuğa çıqqan mınlap kişilerini qırıp taşıldı. Allah onların yatqa yerini cennet kılsın. Leşkerler yana neçə yüz kişini tirik tutup bağlap, hazır konu gül bağda saklap duruptu. Ularının içinden yana qançılarının kallısını kesip, şəhərinin töt dərbasıға esip koydu. Paranları qarğanda qalğalarını ili tərəfə elip mağarımış. Yusuf ustazının közlerden taramlap yaş döküldü. Köңlüňi buzma Yusuf. Bu yalğız nozugum qılı kelgen bala emas. Bu ıйğır gün bütün Qashqar halkı üstüge düştü. Sen hürmetke layık ata. Öz namınga münasip ustazsın. Senin terbiyeligen perzentin, yetiştirgen şagirtlerin elinin beşiğe afet kelgende özlerinin ada qilishga tegishli haqqını ada qildi. Sen ularını kaçan elip mağdığalıqını bilemsen. Men sana haberini bermen. Hasan, men sana köңlümdeki gepimni eytip qalay. Belkim men ölüp ketermen. Kızım Nozuk'tan ayrıldım. Sen men bekip çoň qılgan yetim oğul Baqını bilirsen. Baqi çöl yollarda çın leşkerlerinin beşiğe afet selip yürüptü. Xuda onunla medet kılsın Yusuf. Nozugum bilen ikisini bille okutup, bille terbiyeligen edim. Balalarının her ikilisi bir-biriga amraq bolup ösken edi. Menin olarının beşini koşup koyuş niyetim bar edi. Allah seni yaxşı niyetinge yetközsün. Hasan, sen Xudanın erkin bendisi. Senin kadımın yetmeydiğin yer yok. Sen bu sözlerimni köңlüňde saklap kal. Kızım halykka öz muhabbetiga sadık bolsun. Sen onunla et. Kız üçün öz nomusunu, paklıqını saklaş hemmeden a'la. Mana bu hanjarni bir amal qılıp Nozugumga yetközüp berersen. Yusuf ustaz yaltıraq turgan qar saplık hanjarni yastık astıdan elip derviş qoluga uzatdı. Xoş, men bu hanjarni qılgan amanet sözlerini bir amal qılıp Nozugumga yetközömen. Sözleriňiň mänisiga düşendim. Yaxşı ata öz persentiga yaxşı terbiye bilen yaxşı söz qaldırdı. Qeni Yusuf, maňa mo atygynyň ber, men mo yolumga maňay. Sana nime kerek Hasan? Maňa nam ber, nam. Haltanda bir neç gün yetküdek nan turupdu. Bir gün yetküdek ozuq turup tileşinin durus emasligini bilesen go Hasan. Men g'eyrib külbemge koçada kalgan yetim balalardan 10 neçini yığdım. Ularga nan toşup yürümen. Qeni aldığındaki nandan çikilenmey birini maň sungyn. Özümmo gün boyu ağzımga hiç nime salmadım. Maňa mo hayatlık gerek. Kim bilidu? Men mo Nozugum bilen billa Uvaýis mazarlary terepke bararman. Derviş Yusuf ustaz bergen nandan bir burada uçtu, ağzıga saldı da ornundan qozgaldı. O üşmeyenideki haltısı bilen sapayısını qoluga elip yana sözlep ketdi. Esimdedir Yusuf, ikimiz kichikimizdan billa oynap çoň bolgan. Billa okuduk. Keyin hayatda ikimiz tanlagan yol bir bolmady.
Sen Buxara, İran, Medinelerde boldun. İlim tahsil qıldın. Qaytib kelib maktab açdın. İlim, ma'rifat bilan nadan xalqni tarbiyalamak boldun. Lekin bilimsiz yurt çoğunları, yaqı yurtlardan mansab, martaba, boyliq izlab kelgan g'o'ja inshallar seni chetga qaqdi. Senin arqangdan fitna basat teridi. Sana bidat deb yala chapladı. Sen azar yedin, og'riqchan bo'lib qolding. Men bo'lsam nodonliq, qo'rqinchoqlik, vijdonsizlik, kazzoblik, bir tishlam lo'qma, bir baldoq mansab martaba uchun bir-birini setish va aldamchilik hukm surgan bu dunyodan bezor bo'lib, odamlardan o'zimni chetga oldim. Sen bilasan, Payg'ambar alayhissalom Abdullah Umar raziyallohu anhurning mo'risini silkib turib, uningga dunyodan sen musofirdek yoki yo'lovchidek o'tgin degan edi. Men shu yo'lni tanladim. Mol-mulk, barliq dunyodan voz kechib, safar xaltamni mo'ramga tashlab, tog'u dashtlarni kezdim. Yaratgan egam meni kash qo'ys qo'ydi, osh qo'ymadi. Her biri mazar, her biri xoniqa, her biri o'tangdagi qaynavatgan qozonda mening bir tishlam rizqim bor. Menga uningdan ziyoda narsami kerak emas. Bizning aramizda yana bir kishi bor edi, Hasan. To'g'ri. Men sana hozir shuni eslatmoqchidim. Bizning aramizda yana bir kishi bor edi. U xo'jamlar avlodidan bo'lgan Sidiq xo'ja edi. U mansab va boyliq tepish yo'lida jon ko'ydirdi. Keyin u cho'ng mansabdormi bo'ldi. Haddi hisobsiz boyliqqa erishdi. Ammo uning bu omadli kunlari uzoqqa bormadi. Xo'jalarning bu qitimqi talishishida u yengilib qochdi va nomussizlik bilan bizning ustimizga qonliq qilish tutgan lashkarlarni boshlab keldi. Yaqinda u yana putqo'llari bog'langan qo'llar va boyliq ortilgan to'gilarni elib mangadigan lashkarlarga yo'l boshlab, iliga berib, u yerdan cho'ng mansab elib qaytib kelmoqchi. O yosh vaqtida biz bilan haqiqat, vijdon, hurlik haqida qezishib, talash tartish qiladigan edi u. Ko'rdingmi? Kimiki haromdan boyliqqa erishib, nafsining yo'liga kirib ketsa, uningdagi haqiqat uchun bo'ladigan qizg'inlik o'chidi. Payg'ambar alayhissalom jannatning darvozasiga berib qarasam, jannatga kirganlarning ko'pchiligi kambag'allar ekan. Boylar bo'lsa, hisob berish uchun uning darvozasi oldida to'silib qopti degan edi. Boyliq va mansabga bo'lgan heris insondagi hamma yaxshi xislatlarni yutib ketguchi ajdahodir. Men Sidiq xo'janing peyiga tushaman. Uni o'ltirmagicha qo'ymayman. Balkim bu yo'lda o'zimni o'lib ketarman. O'lim men uchun xo'shallik. Odamlar butun hayoti bo'yi baxtni izlaydi. Ammo o'limning o'zi baxt ekanligini tushunmay, bu hech qutulg'ili bo'lmaydigan haqiqatdan ahmoqlar chiqarchidi. Kishini jahonning g'am g'ussasidan, jahondarchilikning hiyla mikrisidan xalos qiladigan o'limning o'zi xotirjamlik. Uning o'zi baxt. Xayr, ko'rishguncha omon bo'l Yusuf. Bugun mushunchalik o'qiylik, davomiga diqqat bergaysiz. Xayr xo'sh.
Ben tuğulum esken yerler kızıl güldek bağlanıp kaldı. Ben tuğulum esken yerler kızıl güldek bağlanıp kaldı. Egiz hoş çıraylığı yak taşlığı tağlar kaldı. Egiz hoş çıraylığı yak taşlığı tağlar kaldı.